Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatib boruvchilar. O'sha selos ko'chiradigan apparatimiz hamda selos tarqatadigan mototsiklimiz mana tayyor holatga keldi. Bitta video qilib qo'yamiz. Bu yerdan selos chiqib mollarni oxiriga tashlab berib ketadi. Bu mototsiklimizga o'tirib olib turib tarqatib chiqiladi. Mototsiklimiz benzin motorda yuradi. Mishelkamiz, karmarazdachigimiz solarka motorda yuradi. Ikkovi ham kalitda zavod bo'ladi. Bu lentamizni mototsiklga ulab olib turib ham haydasa bo'laveradi. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar, tayyorlab beramiz. Narxlarni chiroyli qilib. Hozir buni narxini aytib o'tamiz. Lentasi 4 metr, drabilkasi 3 fazada ishlaydi. Ko'tarib tushirishi lentasi 220 da ishlaydi. Buni narxi $2800 tayyorlab beryapmiz. Karmarazdachigimizning narxini $6000 tayyorlab beryapmiz. Bemalol zakaz beraverasizlar, xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi kerakli narsalar o'tkazib olmishlar. YouTube'ga anchadan bir video joylamagandik, mana bir sizlarga yangilik bilan chiqdik. Bu drabilkamiz siloslarni ko'chirib mashinalarga yoki bo'lmasa mototsikllarga ortish uchun xizmat qiladi. Uch qismida drabilkasi o'rnatilgan. Drabilka silosni ko'chirib lentani ustiga tashlab beradi. Lenta sekin-asta olib chiqib turib mototsiklga ortadi. Mana mototsiklimizni ham tayyorlayapmiz. Bu mototsiklimiz har xil o'sha senaj deysizmi, boshqa narsalar, donlarni ham aralashtirib turib tarqatib chiqish vazifasini bajaradi. Mana bir holatlarni, ko'rinishlarini ko'rsatib qo'yamiz. Inch o'rnatilgan, yog' bachoklari inch yordamida ko'tarib tushiriladi. Hozir bir ishlatib ham ko'rsatib beramiz. Hammasini alohida ko'rsatib beraman. Birinchi lentani ulaymiz. Lentamiz. Endi inchini ulab qo'yamiz. Hozir bu turgan holatda ko'tarmaydi ham, tushirmaydi ham, faqat yog'da obratni nima deydi, aylantirib turadi xolos. Endi bir tepaga ko'tarib tushiramiz. Drabilkani ham ulab yuboring. Drabilkasini ham bitta yuzib qo'yamiz. Mana drabilkasi ishlab turgan jarayonda tepki mana ko'taramiz. Endi tushiramiz pastga. Oxirigacha tushganda ham lentaga tegib qolmaydi. Shuni hisobini olganmiz. Mana har xil tez, sekin tushirsa bo'ladi. Mana tez, sekin. Eng oxiriga tushganda ham lentaga tegmaydi. Ana shu narsa. O'tiring. Bu yerda mototsiklimiz. Bu lentasi. Lenta bu yerga qo'yiladi. Molni oxiriga tarqatib beradi. Bu tomonda ichki qismlari hamda yonida reduktor motor qo'yiladi. Mototsiklni ham biz o'zimiz tayyorladik. Kimga kerak bo'lsa mototsikli bilan komplekt tayyorlab beramiz. Kimga kerak bo'lsa bunkerda o'zini tayyorlab beramiz. Любой mototsiklga o'rnatib olsalar ham bo'ladi. Mana hozir bu motorimiz endi sal yengilroq bo'lish uchun mahalliyini olib qo'ydik. İşte bajarishimiz osonroq bo'ladi.
qo'yiladi, harakat beriladi, aylantirib ham aralashtiradi, ham bu tarqatish vazifasini ham bajaradi. Mototsiklini 2,5 ming dollarga tayyorlab beryapmiz. Materiallari o'sha zavodnikidan qaraganda baquvvatroq chiqadi. Lekin zapchaslari o'sha zavodni zapchaslari qo'yiladi. Faqat biz ramasini boshqatdan yasab beryapmiz. Mustahkamroq chiqishi uchun. Xo'p, mana holatlari. Bu yerda mana lentamiz. Lenta bunga ortib berish uchun ham ishlaydi. Shu ikkovi baravar ishlaydi bitta joyga. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarimiz pastda bor. Telefon qilsalaring bemalol zakazga tayyorlab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi. Shunaqangi foydali texnikalar qo'yib boramiz.